Xo'p, bugungi darsimiz to'g'ri burchakli uchburchak mavzusi haqida bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchak va Pifagor teoremasi haqida bo'ladi. Xo'p, endi to'g'ri burchakli uchburchakda bitta burchagi 90 gradusga teng bo'lgan uchburchakka to'g'ri burchakli uchburchak deyiladi. Ya'ni mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Va biz unga shu to'g'ri burchakli uchburchakka 90 gradusga belgisini o'qiymiz. Har doim to'g'ri burchak qarshisidagi tomon, to'g'ri burchak qarshisidagi tomon bizda gipotenuza deyiladi. Bu tomon gipotenuza. Gipotenuza degan tushuncha bu faqat to'g'ri burchakli uchburchakka xos bo'lib, qolgan uchburchaklarda ishlatilishi mumkin emas. Va albatta gipotenuzadan tashqari, ya'ni gipotenuza bo'lmagan ikkita tomon bizda katetlar deyiladi. Ya'ni katet va katet. Deylik, qandaydir gipotenuzamizni biz S harfi bilan belgilaydigan bo'lsak, ikkinchi katetni B va birinchi katetni qandaydir A harfi bilan belgilab olamiz. Endi shu to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor teoremasi degan teorema bor. Ya'ni gipotenuzaning kvadrati katetlar kvadratlari yig'indisiga teng. Ya'ni S kvadrat teng A kvadrat plus B kvadrat. Misol uchun bizga savol berishi mumkin. Bitta to'g'ri burchakli uchburchak bor. Deylik, ikkita katetlardan bittasi 3, ikkinchisi 4. Ikkinchi katet toping, masalan, S deb beradi. Bu bizda to'g'ri burchakli uchburchak. Biz bilamizki, bu qoidaga asosan gipotenuzaning kvadrati katetlar kvadratlari, ya'ni 4 ning kvadrati va 3 ning kvadratining yig'indisiga teng. S kvadrat teng bo'ladi 16 plus 9 va S kvadrat teng bo'ladi 25 ga. Shunda bu S teng bo'ladi 5 ga bo'lar ekan. Ya'ni bizda o'z gipotenuza 5 bo'lyapti. Ya'ni mana shu yerda S ning kvadrati teng 25 ga bo'lyapti. Nimani kvadrati 25 ga tengligi bizda topilishi kerak. Ya'ni biz bilamizki 5 ning kvadrati 25 ga teng. Shuning uchun ham S bizda 5 ga teng bo'lar ekan. Endi keyingi qoidalar. Deylik, bitta to'g'ri burchakli uchburchak bo'lsin. To'g'ri burchakli uchburchakning ixtiyoriy bitta o'tkir burchagi 30 gradus bo'lsin. O'z-o'zidan ikkinchi burchagi masalan 60 gradus bo'ladi. Endi agar 30 gradusli burchak qarshisidagi tomonni qandaydir A harfi bilan belgilaydigan bo'lsak, har doim 30 gradusli burchak qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng. Ya'ni bu degani gipotenuza aynan shu 30 gradusli burchak qarshisidagi tomondan 2 marta katta, ya'ni 2A ko'rinishda bo'ladi. Va 60 gradusli burchak qarshisidagi tomon 30 gradusli burchak qarshisidagi tomondan ildiz osti 3 marta katta, ya'ni ildiz osti 3 ko'paygan A ko'rinishda bo'ladi. Masalan, deylik, ixtiyoriy to'g'ri burchakli uchburchak bo'lsin. Bitta burchagi 30 gradus, ikkinchi burchagi 60 va bitta burchagi 90 bo'lsin. Bizda 30 gradusli burchak qarshisidagi tomon berilgan, masalan 10 deyilgan. Va qolgan katet va gipotenuzalar topilishi so'ralgan. Biz qanday topamiz buni? Bu qoidaga asosan 30 gradusli burchak qarshisidagi tomon gipotenuzaning yarmiga teng edi. Shuning uchun gipotenuza bu yerda 20 bo'ladi. Chunki 20 ning yarmi 10. Va 60 gradusli burchak qarshisidagi tomon shu 30 gradusli burchak qarshisidagi tomondan ildiz osti 3 marta katta. Shuning uchun bu tomon ildiz osti 3 ko'paygan 10, ya'ni 10 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Ana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Endi mavzuga oid misollarni ishlashni boshlaymiz. Xo'p, to'g'ri burchakli uchburchakning katetlaridan biri 12 ekan. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Bitta katetni 12 deb olamiz. Gipotenuzasi esa ikkinchi katetdan 6 sm uzun. Xo'p, ikkinchi katetni B deb belgilab oladigan bo'lsak, gipotenuza undan 6 sm ga uzun, ya'ni B plus 6 ko'rinishda bo'lar ekan. Gipotenuzaning uzunligi topilsin deb so'rabdi. Ya'ni bizga B plus 6 ning qiymati kerak ekan. Demak, bu yerga Pifagor teoremasiga qo'yamiz. Ya'ni katetlarning kvadratlarining yig'indisi teng bo'ladi gipotenuzamiz, ya'ni B plus 6 ning kvadratiga. Shunda bu 144 plus B kvadrat teng bo'ladi. Qavs ochib oladigan bo'lsak, albatta qisqa ko'paytirish formasiga qo'yib ochiladi. B kvadrat plus 12B plus 36 ko'rinish oshilar ekan. B kvadratlar qisqarib ketsa agar 144 teng bo'ladi. Chunki B kvadrat bu tomonga minus bo'lib o'tadi va B kvadratlar yo'qolib ketadi.
12b plus 36 ga 36 butonga minus o'tsa agar 144 minus 36 teng bo'ladi 12b ga. 12b teng 108 b teng 9 ko'rinishda bo'lar ekan. Bizda b topildi. Endi b topilgandan keyin b ni o'rniga 9 olib borib qo'yiladi. 9 plus 6 15 ga teng bo'lar ekan. Demak, ikkinchi katet 9 ga va gipotenuza 15 ga teng bo'lgan ekan. Xo'p, keyingi savol. Keyingi savolda aytilyaptiki, to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 25 ga teng ekan. Xo'p, gipotenuzani 25 ga teng deb olamiz. Katetlari esa o'zaro 3-4 nisbatda ekan. Ya'ni biz bundan oldingi darslarda kelishib olganimizdek, katetlar nisbatini 3x ga 4x, ya'ni 3x taqsim 4x baribir 3-4 nisbatda qaytarib bergani uchun biz 3x ga 4x deb olamiz. Shu uchburchakning kichik kateti topilsin ekan. Xo'p, Pifagor teoremasini qo'llaymiz. 3x ni qaus kvadrati plus 4x ni qaus kvadrati, ya'ni katetlar kvadratlari teng gipotenuzani kvadratiga. Endi bizda bu bo'ladi 9x kvadrat plus 16x kvadrat teng 625 ga. 25x kvadrat teng 625 ga, 25 butonga bo'lib o'tsa agar x kvadrat teng bo'ladi 625 bo'lingan 25 ga. X kvadrat 625 ni 25 ga bo'lsak albatta 25. X teng bo'ladi nimani kvadrati 25 ga degan savolga javob topishimiz kerak, chunki bu yerda kvadrat turibdi. To'g'ri javob 5 bo'lar ekan. Demak, gipotenuzamizni to'g'ri shu uchburchakning kichik kateti degan bo'lsa agar, kichik katet bizda hozir 3x bo'lib turibdi. 3x bo'lgani uchun bu 3 ko'paygan x teng bo'ladi 3 ko'paygan 5 ga, ya'ni 15 ga. Demak, to'g'ri javob 15 bo'lgan. Navbatdagi misolimiz 4-misol. Uchburchak burchaklarining kattaliklari nisbati, ya'ni 1 1 2 nisbatda bo'lgan. Katta tomonining uzunligi 13. Demak, katta tomon uzunligi 13 yozib olamiz. Uchburchakning katta tomoniga tushirilgan balandligini toping deb so'ragan ekan. Xo'p, endi deylik, birinchi marta biz qiladigan ishimiz uchburchakni burchaklarini har biri necha gradusdan ekanligini topib olish bo'ladi. Bu nisbatlarni boya kelishganimizdek x va 2x ko'rinishda yozib olamiz. Biz bilamizki, uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Shunda bu 4x teng bo'ladi 180 gradusga, x teng bo'ladi 45 gradusga bo'lar ekan. Endi bir nisbatlilar 45 dan bo'ladi. 2 nisbat, demak biz shuni 2 ga ko'tarishimiz kerak, 90 gradusga teng bo'lar ekan. Demak, bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgan va albatta teng yonli uchburchak bo'lgan. Sabab bizda ikkita burchagimiz bir-biriga teng bo'lib qolyapti. Shuni hisobiga bizda bu narsa to'g'ri burchakli teng yonli uchburchak. Ya'ni mana bu ikkita burchagimiz A dan, to'g'ri tomonimiz A dan, ikkita burchagimiz 45 dan bo'lar ekan. Endi biz shuni asosiga tushirilgan balandlikda katta tomoniga, to'g'ri katta tomoni bo'lgandan keyin 13 deb oladigan bo'lsak, katta tomonini, chunki har doim katta tomon bo'lsa-da to'g'ri burchakli uchburchakli gipotenuza bo'ladi. Shuning uchun biz gipotenuzani 13 deb belgilab olyapmiz. Endi shu yerga bitta balandlik tushiramiz. Balandlik tushirganimizdan keyin biz bilamizki, teng yonli uchburchakni asosiga tushirilgan balandlik ham 90 gradus, ya'ni ham balandlik bo'ladi, ham mediana bo'ladi. Ya'ni mediana bo'lgandan keyin mana bu tomon, bu yerdan bu yergacha bo'lgan tomon 6,5 va hamda bisektrisa ham bo'ladi. Ya'ni bu 90 bo'lgandan keyin mana bu yer 45 gradusdan bo'ladi. 45 yana bitta teng yonli uchburchak. Demak, teng yonli bo'lgandan keyin ikkita yon tomoni, mana shu ikkita yon tomoni teng bo'ladi. Demak, mana bu tomon, yon tomon 6,5 bo'lgandan keyin ikkinchi tomon ham 6,5. Ya'ni balandlik ham 6,5 ga teng bo'lgan. Davom etamiz. Xo'p, navbatdagi savol bizda 7-misol. ABC to'g'ri burchakli uchburchakda. Xo'p. ABC to'g'ri burchakli uchburchak deb olamiz. Mana shunday ko'rinishda bo'lsin. Va AM va BN bisektrisalar ekan. Tushunarli. AM va BN. Demak, AB gipotenuza,
S bu yerda to'g'ri burchak. AM va BN bisektor ise demak AM va BN. Ishda ko'rinishda bo'lgan. Agar bizlar AM ni kvadratiga deyapti, BN ni kvadratini qo'shadigan bo'lsak deyapti. Javob 169 bo'ladi ekan. AB 12 ga teng. Savol: MN kesma uzunligi topilsin. MN kesma deganda biza mana bu kesma nazarda tutiladi, mana shuni kesma nazarda tutiladi. Mana shu MN kesma so'ralyapti. Xo'p, buni nima qilamiz? Birinchi navbatda BN kesma ajratgan kesmalarni mana bu AN va NS larni belgilab olamiz. Ya'ni mana bu katta tomonni, shu katta tomonni qandaydir A harf bilan belgilaymiz. Va N dan S gacha bo'lgan masofani, ya'ni N dan S gacha bo'lgan masofani biza qandaydir X harf bilan belgilab oladigan bo'lsak, X. Va mana bu katta tomonni biza qandaydir B harf bilan belgilaymiz. S dan M gacha bo'lgan masofani Y harf bilan belgilaymiz. Hozir bizada xulosa qiladigan bo'lsak, mana bu uchburchak, mana shu uchburchak, ya'ni S N M uchburchagimiz ham to'g'ri burchakli. Va bizda bu yerda x ni kvadratiga y ni kvadratini qo'shadigan bo'lsak, aynan shu uchburchagimizni gipotenuzasini kvadratiga teng bo'lishi kerak. Ya'ni mn ni kvadratiga teng bo'lishi shart. Chunki Pifagor teoremasiga ko'ra. Endi xo'p, davom etamiz. Umumiy katta uchburchagimiz uchun Pifagor teoremasini yozamiz. Ya'ni a kvadrat qo'shilgan b kvadrat teng gipotenuza berilgan 12 ni kvadratiga. Shunda a kvadratiga b kvadratni qo'shsak, javob 144 bo'lar ekan. Endi davom etamiz. Mana bu uchburchak, ya'ni ACM uchburchak, ya'ni ACM uchburchak uchun Pifagor teoremasini yozamiz. Ya'ni a ni kvadrati plus cm kesmasi y ga teng, y ni kvadrati teng bo'ladi am ni kvadratiga, ya'ni gipotenuzasini kvadratiga, am ni kvadratiga. Keyingisi CNB uchburchak uchun, to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasini yozamiz. Ya'ni Cn kesmasida x ga teng, x deb belgilab olgandik bo'ya, x kvadrati plus katta CB tomonimizda b ga teng NB ni kvadratiga, ya'ni gipotenuzasini kvadratiga, NB ni kvadratiga. Endi bizda AM ni kvadrati plus BN ni kvadratini yig'indisi bo'lgani uchun biz ikki tarafni bir-biriga qo'shib olamiz. Ya'ni sistema qilib turib qo'shib olamiz. Bizda hozir paydo bo'ladi a kvadrat plus b kvadrat plus x kvadrat plus y kvadrat teng am kvadrat plus nb kvadrat. am kvadrat plus nb kvadrat bizda ma'lum 169. 169 ni qo'yamiz o'rniga. Bizda albatta a kvadrat plus b kvadrat ham ma'lum. Bu bizda 144. Teng shunda bizda 144 plus x kvadrat plus y kvadrat teng bo'ladi 169 ga. X kvadrat plus y kvadrat 144 ga minus bo'lsa agar 25 ga. X kvadrat plus y kvadrat bizda mn ni kvadratiga teng. mn ni kvadrati teng bo'ladi 25 ga. Nimani kvadrati 25? Albatta 5 ni kvadrati 25. Shuning uchun javob 5 bo'lgan ekan. Bizda mn so'ralgan, demak mn 5 bo'lgan ekan. Xo'p, yana bir marta misolni ko'rib olamiz. Demak, biz ishlatyapmiz katta uchburchak uchun Pifagor teoremasini, ya'ni katta tomon, ya'ni mana katta A tomon va katta B tomonni kvadrati katta uchburchagimizni gipotenuzasini kvadratiga teng bo'lishi kerak edi. Shuni yozib oldik. Va ikkinchisi bizda ishlatyapmiz. Boya ikkita ajratgan uchburchaklar bor-ku. Ya'ni mana bu yerda bitta kesma o'tdi va ikkinchi kesma o'tdi.
Biz mana bu tomonni qanday x, bu tomonni y deb belgilab olgandik. Kesmalarni. Shundan keyin bizda mana bu yerda bitta uchburchak bor mana. Mana shu uchburchak. Mana shu uchburchak y kvadrati va mana bu katta tomonni kvadrati, ya'ni a deb belgilagandik mana. A kvadrat plus y kvadrat teng am ni kvadratiga. Am degani mana bu kesma a edi, mana bu m edi. Am ni kvadratiga. Va ikkinchisi x kvadrat. X kvadrat bizda mana bu kesma va b kvadrat. Mana bu asosdagi katta katsimiz. A kvadrat to'g'ri x kvadrat plus b kvadrat teng nb ni kvadratiga. Nb bizda mana bu tomon b edi. Mana buni biz mana bu burchak b edi. Mana bu nuqtani esa biz n deb belgilab olgandik. Chunki shuna b n ni kvadratiga teng bo'lgan edi. Va shu ma'lumotlarni yozib olgan holda biz sistema qilib ikki animani qo'shib yubordik va mana bu yerda ishlab qo'ydik.